2023-yilgi U20 Jahon chempionatida Abduqodir Husanovning muvaffaqiyati siyosiy voqealarga ham bog'liq edi. Dastlab turnir Indoneziyada o'tkazilishi kerak edi, ammo Isroil ishtirokiga qarshi namoyishlar sabab FIFA mezbonlikni Argentinaga topshirdi. Taqdir taqozosi bilan O'zbekiston aynan Argentina bilan bir guruhdan joy oldi. Skautlar argentinalik futbolchilarni ko'rishga kelgan bo'lsa-da, e'tibor Abduqodir Husanovga qaratildi. Turnirdan bir hafta o'tib, u Lens klubiga o'tdi. Siyosiy voqealar futbol tarixini ham o'zgartiradi. Manchester City bosh murabbiyi Pep Guardiola 2025-yil yanvar oyida yangi transfer qilgan futbolchilarni, jumladan o'zbekistonlik himoyachi Abduqodir Husanovni darhol Chelsiga qarshi o'yinda asosiy tarkibda maydonga tushirdi. Bu qaror jamoada asosiy himoyachilarni jarohat olgani va yangi futbolchilarning imkoniyatlarini sinab ko'rish istagi bilan bog'liq edi. Afsuski, Husanovning debyuti omadli bo'lmadi. 3-daqiqada uning orqaga uzatgan pasini Chelsea futbolchisi Noni Madueke to'pni olib gol urdi. Shunga qaramay Guardiola bu xatoni futbolchining o'sishi uchun muhim saboq deb atadi va uni qo'llab-quvvatladi. Uchrashuv davomida Manchester City o'z o'yin uslubini o'zgartirib, to'g'ridan-to'g'ri hujumga e'tibor qaratdi. Yangi hujumchi Omar Marmush va Erling Haalandning faol harakatlari natijasida jamoa 3-1 hisobda g'alaba qozondi. Bu o'yin Husanov uchun qiyin debyut bo'lsa-da, u kelajakda o'z ustida ishlashi va jamoaga moslashish imkoniyatiga ega. Guardiola ishonchi va jamoani qo'llab-quvvatlashi uning rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Abduqodir Husanovning Manchester City'dagi zaxirada qolishi ko'p omillarga bog'liq. Klubning yuqori darajadagi rotatsiyasi, taktik moslashuvlar va raqobatdosh o'yinchilar soni. Ayniqsa Orele bilan pozitsion raqobat Husanov uchun murakkab. Chunki Orele kuchli pressing, to'p bilan harakatlanish va tajriba borasida ustun. Biroq bu holat Husanov uchun salbiy emas. Aksincha, u o'zining texnika va tez qaror qabul qilish borasidagi kamchiliklarini aniqlab, o'sishga majbur bo'ladi. City kabi jamoalarda o'yinchilar nafaqat jismoniy, balki aqliy jihatdan ham yetuk bo'lishi zarur. Agar u sabrli bo'lsa va raqobatdan qo'rqmasa, aynan mana shu jarayon uni elit futbolchini darajasiga olib chiqadi. Abduqodir Husanov hech qayerga ketmaydi. U bir necha o'yin uchun emas, balki uzoq muddatli strategiya asosida olib kelingan. Manchester City transfer siyosatida yosh, moslashuvchan va intellektual himoyachilarga ustuvorlik beradi. Husanovning texnik salohiyati, pressingga chidamliligi va pozitsion o'yindagi potensiali uni kelajakdagi asosiy o'yinchilardan biriga aylantiradi. Zaxirada qolish bu yo'lning bir bosqichi, ammo klubning unga nisbatan sabrli munosabati shuni anglatadiki, Husanov klubning uzoq yillik rejalarida markaziy o'rinni egallaydi. Abduqodir Husanov uzoq muddatli reja uchun olib kelingan. Raqobat kuchli, lekin klub unga ishonadi va vaqt beradi.